Sun'iy intellektdan bugun deyarli har bir sohada, ta'limdan tortib jurnalistikagacha keng foydalanilmoqda. Bu texnologiya axborot tayyorlash, tahrir qilish va ijodiy jarayonlarni yengillashtirayotgan kuchli vositaga aylandi. Shu maqsadda telekanalimiz jamoasi uchun sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish bo'yicha mahorat darsi tashkil etildi. Tadbirga texnobloger, travel bloger sifatida ham faoliyat yuritib kelayotgan jurnalist, kontent markazining mas'ul xodimlaridan biri Jaloliddin Mirzayev taklif etildi. Tashkil etilgan mahorat darsi davomida ishtirokchilarga ChatGPTdan foydalanish, axborotni tahlil qilish, ssenariy va ijodiy g'oyalarni ishlab chiqish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, neyrotarmoqlar kelajakda media sohasini qanday o'zgartirishi mumkinligi, ularning inson ijodini to'ldiruvchi vosita sifatidagi ahamiyati muhokama qilindi. Shuning uchun bugun qisqa bo'lsa ham asosiy fishkalari umuman hayotimiz, faoliyatimiz davomida ijodimizda qanaqangi funksiyalardan foydalansak, yana ham samaraliroq bo'ladi va tezroq maqsadga erishishimiz, yaxshi sifatli media mahsulot tayyorlashimiz mumkin degan savolga javob berishga harakat qildim. Jurnalistlar agarda to'liq mana shu ChatGPT yoki DeepSeek, Gemini'ga o'xshagan tizimlarga agarda tayanib qoladigan bo'lsa, bu ijodiy krizisga olib kelishi turgan gap. Sababi odam o'zi fikrlamasdan to'liq qanaqadir ma'noda unga tayanib qoladi va matn yozishda ham, g'oya yoki bo'lmasa qanaqadir kreativlikni o'ylab topishda ham undan agarda yangilik kutadigan bo'lsa, bu albatta o'zida qanaqadir inqirozlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu qaytaga har bitta ijodkor uchun, jurnalist, bloger uchun signal bo'lishi kerak. Ya'ni o'zini o'rnini yo'qotmasdan sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish kerak. Mahorat darsi davomida qatnashchilar nafaqat yangi bilim, balki o'z faoliyatida sun'iy intellekt vositalarini qanday tatbiq etish mumkinligi bo'yicha ham amaliy ko'nikmalarni egallashdi. Mana shu darsdan o'zim yozib oldim. 11 ta bilmagan narsam bor ekan. Bu oddiy narsalar emas, balki o'sha eng muhim, eng ishlatsa bo'ladigan aynan media sohasidagi kerakli saytlar bo'ladi, fishkalar bo'ladi. Uni hammasini yozib oldim va bugungi kunda sun'iy intellekt shu darajada tez rivojlanyapti. Biz hammasini bilib, shunchaki eshitib ulgurmaganmiz. Ya'ni uni imkoniyatlarini hali ko'pchilik bilmaydi, lekin juda ham keng imkoniyatlardan foydalanish ham mana aytib o'tdilar. Hammasi biz uchun foydali bo'lgan bilimlarni ulashdilar. Sun'iy intellekt bu insonning raqibi emas, balki uning eng sodiq hamkori. Uni to'g'ri o'rganish, undan to'g'ri foydalanish kelajak jurnalistikasining asosiy kaliti. Mazkur mahorat darsi ham telekanal xodimlari uchun ijodiy jarayonda texnologiyalarni samarali qo'llash uchun muhim tajriba bo'ldi. Zarnigor Tolipova, Shahzod Karimov, Abdurahmon Zaripov, Ovozi informatsion dasturi uchun.